Qiz paytim yilda bir qilgan uborkamni 3 kunlab maqtanardim. Hozirlar uborka qilgan xonam bir kunga yetsa to'ppimni osmonga otaman. Erkak va ayollarga mehnat ulushi taqsimlaganda ajabo qaysi ahmoq ayol o'rtaga chiqib uy ishlari bizga deb qahramonlik ko'rsatdi, a? Ahmoq sen uddalagandirsan, ammo biz yetisholmayapmiz mana. Uy, ker, ovqat, bola, yashashga vaqt qolmayapti. Hammaning nomidan nega gapirasan? Halol pulga oldim, kirlanmasin deb Greenway salfetkalar ishlatishdan oldin bir qator vlajni bilan tozalab olaman. Shu darajada birov bizga qadr qiymat bersa edi, olam guliston edi. Yana o'tgan kuni bittasi erta tegmanglar degan gapimga norozi bo'lib SMS yozibdi. Men qiynalib bosib o'tgan va o'tayotgan kunlarimdan kelib chiqqan holda xolisona maslahatimni aytgan edim. Ular agar bu ish tugamaydi, ikkinchi jahon urushi tugadi, koronavirus tugadi, lekin o'ynash tugamaydi. Idishlarni sen kirkirladi, sen spursidir, endi o'tirib danib malaman deganingda hech bo'lmasa bolangga qilib qo'yadi. Uy tozalik istaydi, bola onam yasha istaydi, ovqat istaydi, hech kim so'ramaydi. Bu xotin nima istaydi deb sizga aytsam